Bu uskuna arzon turadi, lekin agar siz bir necha kun ochiq okeanda qolib ketsangiz, uning uchun dunyodagi barcha pulingizni berishga ham tayyor bo'lasiz. Ko'rib turganingiz portativ quyoshli distillyatordir. U odam yashamaydigan orollarda yoki ekstremal sharoitlarda toza ichimlik suvi bilan ta'minlaydi. Uning ishlash prinsipi juda oddiy. Siz shaffof gumbazni puflab pishirasiz, uskunani suv ustiga o'rnatasiz va pastki qismidagi qora poddonga dengiz suvini quyasiz. Qora yuza quyosh issiqligini kuchli yutadi va natijada suv tez bug'lanadi. Bu yuqoriga ko'tarilib, shaffof gumbazning sovuq ichki yuzasida kondensatsiyalanadi va devorlari bo'ylab maxsus yig'uvchi rezervuarga oqib tushadi. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida 2 soat ishlaganda uskuna taxminan 1 litr ichishga yaroqli toza suv ishlab chiqara oladi. Qizig'i shundaki, bunday qurilmalar quyoshli perigon kublari deb ataladigan moslamalar hozirgi kunda ham ayrim qutqaruv qayiqchilari va favqulodda holatlar uchun to'plamlarda qo'llaniladi. Zamonaviy turlari mustahkam polimer materiallardan tayyorlanib, ularning samaradorligi va xizmat muddati yanada oshirilgan.